Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizlar mana bir Damazimiz kelgan. Mana bu Damazimizni ko'rsangiz, bunda zavodda yangi, mana ko'rib do'stlar, yangi mashina. Buni stabilizatori ters qo'yilib yuborgan. Oltidan tushsa haqiqat mana bu o'rtadagi mana bu temirga mana bu stabilizator tegadi. Mana shu yeri hozir bu yerdan ko'rinmaydi. Görmedi mana. Hammani o'ynatib ko'rdik. Mana shuni mana hozir olib ters aylantirib tashlaymiz. Keyin tegmaydigan bo'ldi, teggan joylarni ham yechib ko'rsatamiz. Ko'ringlar. Shunaqa yangi Damoz olib, haqiqatga ovoz chiqarib yurganlarga tashakkur aslar. Kanalimizga obuna bo'linglar. Videomizni ko'rib boringlar. Mana e'lonladik. Gapimiz tasdiqlash uchun mana TK'ga bunaqa turib hazmni olib bunaqasiga tashlaymiz. Mana yechib oldik. Mana bu yer tegi birga. Bunaqasiga qo'ygan mana pastiga. Hepsinden mana bu joyi asta 25. Mana bu yerga tebi yetib tashlagan. Mana bu yerdan mana Körtüs'te yedirilip ketgan. Mana yuqori ham tepasi ham yedirilib ketgan. Mana bu joyga teggan mana. Mana bu yerga. Mana bunaqa tartib ketgan. Endi buni olib bunaqasiga tashlaymiz. Alib yangi mashina mana 25 yili. Xudo xolasa yumshoq bo'ladi, ovozi yo'qolib ketadi. Xudo xolasa o'zgaradi. Bulardan maqtashimiz. Mana buni olib nima o'rab qo'yganlar, uni yaxshi buni olantib tashlagan yaxshidan. Yangi mashina mana 25 yil. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Shot spravka. Toza mashina, hali 10 yurgan. 25 ina. Ina oynattık, yo'qoldi. Ina oynatib ko'rdik, endi yo'qoldi ovozi ina. Shunda aytganda sik ovoz berdi turadi. Va bolt qismi. Mana ovoz yo'qolib ketdi. Shotga bo'ldi. Ya böyle ortası tegmaydi.